masalasida inson nihoyatda xotirjam bo'lishi kerak. Bir hadis bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilingan. Osmondan shu darajada bir sahoba dunyodan o'tganda, osmondan shu darajada ko'p sahobalar, farishtalar nozil bo'lganki, uni janozasiga. Hatto Hazrat Umar roziyallohu anhuga Payg'ambar alayhissalom "Oy bandalar, ummatlar, ogoh bo'linglar, farishtalar bor. Ehtiyot bo'linglar" degan ekan. Shu darajada osmondan ko'p farishtalar ekan uni janozasiga. Janoza o'tgandan keyin yer bitta silkingan vaqtida Payg'ambar Hazrat Umar roziyallohu anhularga ikki dumg'uzamiz bilan o'tirib qolgan ekanlar yerga. Yer bitta qimirlaganda. Shunda Payg'ambar alayhissalom uni qabr qisdi degan ekan. Nimaga yo Rasululloh osmondan shuncha farishta tushdi dedingiz-ku, nega buni qabr qisadi? Desa bu bovul siydidan saqlanmas deydi. Ko'ryapsizmi? Shuning uchun siydidan saqlanishimiz kerak, ehtiyot bo'lishimiz kerak. Hattoki Alloh taolo vahiy tushirgan Payg'ambar alayhissalomga. Sizlarning ishlaringda shunday qavm borki, ular boshqalardan ko'ra afzal. Rasululloh borib so'raganlar, sizlar Alloh taolo afzal deyapti, nima jihatdan afzalsizlar desa, biz ham 5 vaqt namoz o'qiymiz, ibodat qilamiz, hech bir afzal jihatimiz yo'q, faqat bitta ishimiz bor. Nima desa, peshob qilamizmi, orqadan axlat chiqaramizmi, qaysi biri bo'lishidan qat'iy nazar har biridan keyin mustahab qilib qo'yamiz, yuvib qo'yamiz.